Keyingi qilishingiz kerak bo'lgan narsa muftaning ishlayotganiga ishonch hosil qilgandan so'ng mashinaga o'tirib, konditsionerni yana ishga tushirish va paneldan sovuq havo chiqayotganini tekshirib ko'rish bo'ladi. Odatda, agar bu bosqichda paneldan sovuq havo chiqayotgan bo'lsa, umumiy qilib aytganda tizim ishlashga tayyor bo'ladi. Agarda sovuq havo chiqmasa va kompressor ishlayotgan bo'lsa, endi biz tizim ichidagi bosimni o'lchagich yordamida tekshirib aniqlab olishimiz kerak. Bosim o'lchagich yordamida siz turli tizim muammolarini aniqlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qurilma bilan uncha tanish bo'lmasangiz, ko'rib turgan narsangiz biz foydalanadigan bosim o'lchagich to'plami hisoblanadi. Ushbu asbob tizimda aslida nima sodir bo'layotganini tashxislashga yordam beradi. Qizil tomoni yuqori bosim tomonini, ko'k tomoni esa past bosim tomonini ko'rsatadi. Tizimdagi portlarga ulanadigan ulagichlarga e'tibor bersangiz, qizil ulagich ancha katta, ko'k esa past bosim tomoni uchun kichikroq bo'ladi. Shuning uchun ularni portlarga adashtirib ulab qo'yish deyarli imkonsiz narsa. Bular ulagichlar ulanadigan portlar hisoblanadi va agar diqqat bilan qarasangiz, yuqori bosim porti bilan past bosim porti o'rtasida aniq farq borligini ko'rasiz. Shuning uchun ularni noto'g'ri ulash ehtimoli juda kam. Endi o'lchagichni tizimga ulashdan oldin to'plamdagi shlanglardan havoni chiqarib, vakuum hosil qilishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun vakuum nasosidan foydalanasiz. Bundan maqsad shuki, ushbu shlanglarning ichida havo bor va uni chiqarib tashlash kerak. Chunki havo freon va konditsioner tizimiga kirib ketmasligi kerak. Agar bu hodisa ro'y bersa, bilasiz, havoni keyinchalik sovutib bo'lmaydi. O'rtadagi sariq shlang esa vakuum nasosiga ulanishi kerak. Keyingi bajaradigan ishimiz vakuum nasosini yoqamiz va siz ko'rib turgan bu ikkala klapanni ochamiz. Bu ikkita klapanning vazifasi shunchaki qizil shlangni sariq liniyaga ulash yoki agar ikkinchi klapanni ochsangiz, ko'k shlangni sariq liniyaga ulashdir. Shu yo'l orqali hech narsani tizimga ulamasdan turib, unda vakuum hosil qila olasiz. Hozir vakuum nasosi ishlab turibdi. Klapanni ochganimdan keyin u yuqori bosim tomonini va undan keyin past bosim tomonini tortib oladi. Mana, past bosim tomonda vakuum hosil bo'lganini shu o'lchagich to'plamda ko'rishingiz mumkin. Klapanlarni ochiq qoldirgan holatda men taxminan 5 daqiqa kutaman. Shunda tizimga ulamoqchi bo'lgan ikkita shlangimiz ichida hech qanday ifloslovchi modda yo'qligiga ishonch hosil qilaman. Undan keyin esa ko'k va qizil shlanglarni tegishli joylariga ulab olamiz. Hozirgi holatda ikkala klapanni ham yopib qo'yamiz. Yopganimizdan keyin ham siz o'lchagich to'plamda vakuum saqlanib turganini bemalol ko'rishingiz mumkin. Endi tizimga ulanib ishni boshlashga deyarli tayyormiz. Buning uchun menda mavjud bo'lgan bosim o'lchagich to'plami shlanglarini oddiy usul bilan portlarga ulab olamiz. Agar diqqat bilan qarasangiz, ulayotgan paytimda tizimdagi statik bosim o'zgardi. Endi yuqori bosim tomonini ham ulayman. Va mana, ko'rib turganingizdek, bosim ko'rsatkichlari ikkala o'lchagichda ham deyarli teng bo'lishi kerak edi aslida. Ochig'ini aytsam, juda ko'p odamlar tizimni statik bosim o'lchovlariga asoslanib tashxis qo'yishga harakat qilishadi. Lekin men sizga shuni aytmoqchimanki, statik bosim o'lchovlari unchalik ham ko'p ma'lumot bermaydi. Ular shunchaki tizimda sovutgich, ya'ni freon bor yoki yo'qligini ko'rsatadi xolos. Agar tizimda sovutgich bo'lmasa, men biroz oldin aytib o'tganimdek, hech qachon mufta ishga tushmaydi. Shuning uchun agar sizda konditsioner muftasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, avvalo tizimda sovutgich borligini 2 marta tekshirib ko'ring. Endigi qiladigan ishimiz mashinani ishga tushirish hamda konditsionerni maksimal darajada yoqish va bosim ko'rsatkichlarini tekshirish bo'ladi. Hozirda tizim barqarorlashish holatida turibdi. Yuqori bosim tomoni esa ko'tarilmoqda. Taxminan 160 psi ga chiqdi. Endi esa 175 ga yaqinlashmoqda va mana 170 ni ham ko'rsatib turibdi. Past bosim tomoni esa taxminan 30 atrofida turibdi. Aynan shu joyda men siz tekshirishingiz kerak bo'lgan bosimlarni batafsil tushuntirib beraman va past bosimdan yuqori bosimgacha va yuqori bosimdan past bosimgacha bo'lgan qiymatlar qanday bo'lishi kerakligini bilib olasiz. Shuningdek, atrof muhit sharoitiga qarab bu bosim qiymatlari ham o'zgarib turadi.
Hozirda bizning bosim o'lchagich to'plamimiz avtomobilga to'liq ulangan. Endigi qilishimiz kerak bo'lgan navbatdagi ish biroz vaqt ajratib Google orqali harorat bosim jadvalini qidirish bo'ladi. Siz ishlayotgan freon turiga mos keladigan harorat bosim jadvalini topishingiz kerak. Masalan, men bu 2008-yilgi Honda Civic'da R134A freondan foydalanmoqdaman. Shuning uchun R134A uchun harorat bosim jadvalini Google orqali qidirishim kerak. Bu jadval sizga bir nechta muhim ma'lumotlarni beradi. Tizimdagi freonning bosimi atrof muhit haroratiga qarab o'zgaradi va bu jadvallar sizga quyidagilarni ko'rsatadi. Masalan, tashqi harorat 10 gradus bo'lsa, yuqori va past bosim tomonlari qanday bo'lishi kerakligi juda muhim. Agarda tashqi harorat 32 gradus bo'lsa, jadval yuqori va past bosim tomonlari qanday qiymatlarda bo'lishi kerakligini ham ko'rsatadi. Shuning uchun hozirgi atrof muhit haroratiga qarab o'lchagichda ko'rayotgan bosim qiymatlari ham o'zgaradi. Tizimni tashxislashni boshlaganingizda avvalo bosim qanday bo'lishi kerakligini bilishingiz muhim. Shunchaki taxminlarga asoslanib yoki sovutmayotgan tizimni ta'minlashga urinmasdan oldin bosim qiymatlari qanday bo'lishi kerakligini tushunishingiz kerak. Sizda mavjud bo'lgan bosimlar normal diapazonda emasligini bilish uchun avval u qanday bo'lishi kerakligini bilish lozim. Endi men sizga turli ssenariylarni ko'rsatib bermoqchiman. Siz bosim o'lchagichlarida qanday qiymatlarni ko'rayotganingizga qarab, tizimingizda aslida nima sodir bo'layotganini tushunish imkoniga ega bo'lasiz. Bu sizga muammo qayerda ekanligini topishda yo'l yo'riq beradi. Birinchi ssenariy: agarda yuqori va past bosim tomonlari normal diapazonda bo'lsa, lekin paneldan sovuq havo chiqmasa, bu holda muammo konditsioner tizimida emas, balki panel ichidagi qandaydir komponentda bo'lishi mumkin. Bu komponent quyidagilardan biri bo'lishi mumkin: isitish va sovutish boshqaruvi, ya'ni haroratni issiqdan sovuqqa o'zgartirish tugmasi ishlamayotgan bo'lishi mumkin, yoki ventilyator motorining nosozligi sabab bo'lishi mumkin, yokida panel ichida issiq va sovuq havo o'rtasida almashinuvni boshqaruvchi klapan mexanizmining ishlamayotganda bo'lishi mumkin. Agar bosim qiymatlari normal diapazonda bo'lsa, bu shuni anglatadiki, tizim to'g'ri ishlayapti. Bunday holatda muammo konditsioner tizimida emas, balki paneldan sovuq havo chiqmasligiga sabab bo'luvchi boshqa joyda. Demak, tekshirish kerak bo'lgan joy ham aynan yuqorida sanab o'tilgan komponentlardan birida bo'ladi. Keyingi ssenariyga o'tamiz. Bu eng ko'p uchraydigan muammo hisoblanadi. Past bosim tomonining ham, yuqori bosim tomonining ham juda past bo'lishi. Bu holatga olib kelishi mumkin bo'lgan bir nechta omillar bor. Birinchi sabab atrof muhit harorati juda past bo'lishi. Agar siz o'lchovlarni juda sovuq haroratlarda olayotgan bo'lsangiz, tizimdagi bosim tabiiy ravishda past bo'ladi. Ikkinchi sabab: freon miqdorining kamligi. Tizimda yetarli miqdorda sovutgich bo'lmasa, bosimlar past darajaga tushib ketadi. Bu ikkita sabablardan qaysi biri muammo ekanligini aniqlash ayni paytda juda muhimdir. Agar tizimda yetarli miqdorda freon bo'lmasa, u kerakli bosimni hosil qila olmaydi. Bu holat odatda ko'proq freon qo'shish kerakligini anglatadi. Endi esa keling, teskari ssenariy haqida ham gaplashamiz. Bu safar bizda past bosim tomoni yuqori, yuqori bosim tomoni ham yuqori ko'rsatib turibdi. Muammo nimada deb o'ylaysiz? Bu ham atrof muhit sharoitlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar tashqarida juda issiq ob-havo bo'lsa, tizimdagi bosimlar sovuq kunlarga nisbatan ancha yuqori bo'lishini unutmasligimiz kerak. Shuning uchun bosim ko'rsatkichlarini tahlil qilayotganda atrof muhit haroratini ham hisobga olish kerak. Bundan tashqari, bu tizim haddan tashqari ko'p freon bilan to'ldirilganini ham bildirishi mumkin. Agar tizimda ortiqcha sovutgich bo'lsa, nafaqat past bosim tomoni juda yuqori bo'ladi, balki yuqori bosim tomoni ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bunday holatga sabab bo'luvchi yana bir omil tizimga havo kirib qolgan bo'lishi mumkin. Agar sovutgich tarkibida havo aralashib qolsa, u sovutish jarayonini buzadi va bosim muammolariga olib keladi. Natijada ham yuqori, ham past bosim tomonlari juda yuqori bo'lib ketadi. Bundan tashqari, tizim kondensatorini ham tekshirib ko'rish kerak, chunki u ham bosim muammolariga sabab bo'lishi mumkin. Agar mashinaning old qismidagi kondensatori shikastlangan, tiqilib qolgan yoki havo oqimi yetarli bo'lmasa, masalan, ventilyatorlar ishlamayotgan bo'lsa, bu ham past bosim tomonining yuqori, yuqori bosim tomonining ham yuqori bo'lishiga sabab bo'ladi. Shu sababli bu ssenariyda e'tibor qaratish kerak bo'lgan asosiy narsalar ortiqcha freon yoki tizimga havo kirishi yoki kondensator muammolari bo'lishi mumkin. Endi esa yana bir ssenariyni ko'rib chiqamiz. Bu safar past bosim tomoni juda yuqori, yuqori bosim tomoni esa juda past. Bunday holatda birinchi navbatda kompressorni tekshirish kerak. Agar kompressor ishlamasa, tizim bosimni to'g'ri ajrata olmaydi. Ya'ni yuqori bosim tomoni kerakli darajaga chiqmaydi, past bosim tomoni ham pasaymaydi. Bu muammo kompressor ishdan chiqqanda yoki to'g'ri ishlamayotganda yuzaga keladi. Holat odatda
kompressor bilan bog'liq muammo borligini bildiradi. Ba'zi istisno holatlar mavjud bo'lsa-da, umumiy qoida shuki, agar kompressor eskirgan yoki ishlamay qolgan bo'lsa, siz quyidagi muammolarni kuzatasiz. Yuqori bosim tomoni kerakli darajaga chiqmaydi. Past bosim tomoni esa kerakli darajaga tushmaydi va ikkala bosim ham bir-biriga juda yaqin ishlaydi. Bunga sabab kompressor shunchalik eskirgan bo'ladiki, u tizimda kerakli bosimni hosil qila olmaydi. Xuddi shu muammo ishlamayotgan kompressor muftasi bilan ham yuzaga kelishi mumkin. Masalan, bizdagi avtomobilda mufta umuman ishlamayotgan edi. Agar mufta ulanmasa, bosim kerakli darajaga chiqmaydi va tizim ishlamaydi. Yuqori bosim tomoni juda past, past bosim tomoni esa juda yuqori bo'lishining yana bir sababi o'lchov qurilmasi muammosi bo'lishi mumkin. Bunga sabab bo'luvchi ehtimoliy muammolar kengayuvchi klapanning ochiq holatda qolib ketishi, kapillyar naychada teshik bo'lishi yoki noto'g'ri o'rnatilishi. Agar o'lchov moslamasida muammo bo'lsa, odatda quyidagi holat kuzatiladi. Konditsionerni o'chirganingizda tizimdagi yuqori va past bosimlar qiymati bir-biriga juda tez fursatda tenglashib qoladi. Buning sababi shundaki, tizim ichida bosim ajratilishi uchun kerak bo'lgan to'siq bo'lmaydi. Aynan kapillyar naycha yoki kengayuvchi klapan tizimdagi bosimni bir-biridan ajratib turish uchun mas'uldir. Agar ushbu qismlardan biri nosoz bo'lsa, masalan, naycha teshigi juda katta bo'lsa yoki kengayuvchi klapan ochiq holatda qolib ketsa, bu bosim ajratilishining noto'g'ri bo'lishiga va sovutish tizimining ishlamay qolishiga olib keladi. Agar bu moslamalar o'zidan juda ko'p freonni o'tkazayotgan bo'lsa, quyidagi muammolar yuzaga keladi. Bosimlar deyarli teng bo'lib qoladi yoki konditsionerni o'chirganingizdan keyin bosim juda tez statik holatga qaytadi. Buning sababi shundaki, tizim ichida bosim ajratilishini ta'minlaydigan to'siq bo'lmaydi. Endi esa oxirgi ssenariyni ko'rib chiqsak, past bosim tomoni juda past, yuqori bosim tomoni esa juda yuqori bo'lishi. Bu holatda tizim ichida qandaydir ifloslanish yoki aralashma borligi ehtimoli katta. Agar tizim ichida suv bo'lsa, bu aynan shu turdagi bosim muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Past bosim juda past va yuqori bosim tomoni juda yuqori bo'lishining bir sababi yana o'sha o'lchov qurilmalari bilan bog'liq muammo hisoblanadi. Kapillyar naycha ichiga kompressor chiqindilari tiqilib qolsa, sovutgich tizim bo'ylab erkin oqmaydi va bu yuqori va past bosim orasidagi katta tafovutga olib keladi. Xuddi shunday muammo termal kengayuvchi klapanning yopilib qolishida ham kuzatiladi va bunda ham sovutgich to'g'ri oqmaydi. Tizim yaxshi sovutmaydi va bosimlar orasida katta farq paydo bo'ladi. Agar kompressordan chiqqan freonning tizim bo'ylab harakatlanadigan yo'li to'silsa, bosimlar o'rtasidagi tafovut juda yuqori bo'lib ketadi va tizim normal ishlamaydi. Xo'sh, bugungi video uchun men aytmoqchi bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Agar sizda sovutish tizimini diagnostika qilish bo'yicha boshqa savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. Imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Agar siz bosim o'lchagich va vakuum nasosi to'plamlarini sotib olsangiz, o'zingiz mustaqil ravishda konditsioner tizimida ishlash uchun barcha kerakli jihozlarga ega bo'lasiz. Har doimgidek, agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Ko'proq kontent ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat.